Assalomu alaykum YouTube kanali a'zolari hamda kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga sirli yashirin dachaga boramiz. Videoni boshladik bo'lmasa. Sirli dacha qayerga borligini bilishni istasangiz, agar videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bir dona like, komment va podpiska kutib qolaman. Bu ajoyib video faqat sizlar uchun. Biz yo'lga chiqdik. Xaritadan qarab boramiz. Men bilaman, sizlar bilmasligingiz mumkin. Xullas, hozir benzinimiz kam qolganligi sababli zapravka qilib olamiz. Zapravkada hech kim yo'q, ochrat yo'q bizada hozircha. Demak, yo'lga chiqdik, ketdik bo'lmasa. Sirli dacha, yashirin dachaga. Deyarli yetib qoldik. Sirli dacha bilgan biladi bu yerda. Bolalar, YouTube kanalimizning opisiyanosida Telegram kanalimiz hamda chatimiz bor. Bemalol obuna bo'lib bizga yozishingiz mumkin. Donat xizmatlarimiz bor, albatta. Buning uchun kanaldagi opisiyanada bizning lichkamizda yozaverasiz. Har kuni bizada soat tungi kechda konkurs bo'lib o'tadi. Telegram jonli efirda, video chatda qilinadi. Kirib bemalol qatnashishingiz mumkin. Biz dachaga yetib keldik va nihoyat yetib keldik. Bu dacha sizlarga yoqadi degan umiddaman. Dacha ajoyib ko'rinishda, o'zi donatlik. Bemalol mashina parkovka qiladigan garaji bor. Xohlasalar tashqarisida ham bor. 4-5 ta mashina ketadi buncha tashqarisida. Bu tashqari joy menga hozircha yoqmadi. Men ichkariga qo'ymoqchiman. Xullas, ichkarida ajoyib garaj bor ekanda. Xullas, garajga qo'ydim. Bir hovlini aylandim dachani. Juda go'zal, kelib bemalol sevishganlar bo'lsa, bemalol guruh qilib sevdana qilib ketsa bo'ladigan zo'r joy ekanligi. Hovlimizda qarshimizda basseyn, dacha basseynlari bor, ajoyib dush kabinalari, dala hovlilari, go'zal, chiroyli. Sayr qilamiz endi, ko'ramiz. Bizga yoqdi, sizlarga ma'qul bo'lsa kelib bemalol o'ynayotganingiz, sevishganlar bemalol rasm tushirib, video olishib, sevdana qilib ketsa bo'ladi. Atak zo'r joy. Video ma'qul bo'lsa bir dona like, komment hamda podpiska qolaman. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Ko'rib turganingizdek ajoyib dacha, sirli dacha sizlarga olib keldim. Albatta keyingi videolarga ko'rishguncha hozircha xayr.